Chaqaloqlardagi liqildoqlar qachon bitib ketadi? Har 100 ta chaqaloqlardan bittasida liqildoqlar to'liq 3 oygacha bekilib ketishi mumkin. Bu ham normal holat. Vitamin D va kalsiy qabul qilish liqildoqlarni tez yopilib qolishiga olib kelmaydi. Chaqaloqlarda 6 ta liqildoq bor. 4 ta yon, oldingi va orqa liqildoqlar. Yon liqildoqlar chaqaloqlar tug'ilgandan keyin yopilib ketadi. Orqa liqildoq 2-6 oyliklar orasida. Oldingi katta liqildoq esa 2 yoshgacha to'liq yopilib ketadi. Bolalar boshi liqildoqlar hisobiga kattalashmaydi. Aksincha, bosh miya o'sishi natijasida suyaklar va ular orasida joylashgan iplar cho'ziladi va bosh hajmi kattalashadi. Bosh suyaklarini bosh miya kattalashtiradi. Suyaklar orasidagi iplar 20 yoshgacha ochiq turishi mumkin. Bu degani bolalarning boshi 20 yoshgacha o'sadi. Undan keyin esa u iplar suyaklanishni boshlaydi. Liqildoqlarning kech bitishi yoki umuman bitmasligi, raxit, vitamin D yetishmasligi, irsiy kasalliklar, boshda suv bo'lishi, gidrotsefaliya kasalliklarida kuzatiladi. Liqildoqlar tez bitib qolganida va mikrotsefaliya kasalligida bosh aylanasini har